ishonch bo'lishi kerak va eng kerakligi azizlar, bugungi kunda bir narsani aytaman. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Xudo xolisa Ulug'bek akani ko'rib qoldim. Rahmatulloyev. Qani borib savol javob berib ko'ramiz. Hodisa zo'r intervyu bo'ladi. Assalomu alaykum. Ulug'bek yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Ikkita savollar bor edi mayli aka, ilojisi bo'lsa. Ana qilsak zo'r bo'ladi. Ya'ni ijod masalasi bo'yicha nimadan Ha, boshlaymiz? san'atga endi kirib kelgan, qiziqishi bor, yonib turgan bolalarga tavsiyasi nimada aka? Ko'proq mehnat, ishonch va albatta duo. Duoga ishonish kerak. Albatta ota-onaning duosi bo'lishi shart emas. Ota-onaniki birinchi o'rinda, lekin ko'cha-kuydagi o'sha ko'zingizga issiq ko'ringan nuroniy, yaxshi bir inson, kichkinami kattami borib shartta shularning duosini olishga harakat qilib, yaxshilik qilib ketish kerak, chunki duo ko'p narsaga sabab bo'ladi. Ishonch bo'lishi kerak va eng kerakligi azizlar, bugungi kunda bir narsani aytaman. Songa e'tibor ko'payib ketdi, sifatga emas. Boshidan sifatga e'tibor bergan insonni balkim boshqalarga qaraganda yurishi, siljishi sal keyinroq bo'ladi, lekin uzoq bo'ladi. Shuning uchun xohlardimki, zo'r ijodkorlar bor yoshlar orasida. Juda ham mazza qilib eshityapman. Xursand bo'laman qo'shiqlarni eshitib. Omad tilayman, undan ham zo'r bolalar chiqsin, undan ham zo'r ijodkorlar chiqsin. Gap yo'q. Rahmat katta aka. Charchamaysiz. Salomat bo'ling.